Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbolsevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. O'zbekiston Qatar uchrashuvi xitoylik hakamlar brigadasiga ishonib topshirilgan. Bosh hakam Maning, unga qanotlarda Joefe va Jang Cheng yordam beradi. 4-rasmiy hakam Jin Jingyuan varda esa Fu Ming faoliyat olib boradi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston va Qatar terma jamoasidagi uchrashuv Toshkent vaqti bilan Bunyodkor stadionida 18:00 da start oladi. O'sha kuni O'zbekiston milliy terma jamoasiga BYD avtomobillari ham topshiriladi. Qadrli futbol muxlislari, xo'sh, O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatigacha nimalar qila oldi va kimlarga minnatdorchilik bildirish kerak? Shu o'rinda terma jamoamizni shu joygacha olib kelishga yordam bergan Srechko Katanesga ham albatta o'z minnatdorchiligimizni izhor etsak yomon bo'lmasdi. Qadrli futbol muxlislari, demak, keyingi bo'lib o'tgan barcha o'yinlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Avstraliya Yaponiya 1-0, Indoneziya Xitoy 1-0, Birlashgan Arab Amirligi O'zbekiston 0-0, Bahrayn Saudiya Arabistoni 0-2, Ommon Iordaniya 0-3, Shimoliy Koreya Qirg'iziston 2-2, Qatar Eron 1-0, Iroq Janubiy Koreya 0-2, Kuvayt Falastin 0-2. Shunday qilib Osiyo qit'asidan keyingi o'rinlarda O'zbekiston va Iordaniya terma jamoasi ham yo'llanmani qo'lga kiritishgan. Hozircha Jahon chempionatiga Osiyo qit'asidan Yaponiya, Eron, O'zbekiston, Iordaniya, Janubiy Koreya terma jamoalari mundial yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Demak, 10-tur o'yinlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. 10-turda Yaponiya Indoneziya bilan bahs olib boradi. Xitoy Bahrayn, Janubiy Koreya Kuvayt, Qirg'iziston Birlashgan Arab Amirligini qabul qilsa, Toshkentda O'zbekiston Qatarni qabul qiladi. Eron terma jamoasi o'z uyida Shimoliy Koreyani qabul qilsa, Saudiya Arabistoni Avstraliya bilan bahs olib boradi. Falastin Omman termasini qabul qiladi. Iordaniya xuddi bizga o'xshagan O'zbekiston terma jamoasi singari Iroqni qabul qiladi. Ular mag'lubiyatga uchraydimi, durang o'ynaydimi, g'alaba qozonadimi? Ular mundial yo'llanmasini xuddi bizga o'xshab qo'lga kiritishgan. Demak, raqibimiz haqida Qatar termasining eng qimmat futbolchilari bilan tanishing. Akrom Afif Al-Sad 8 million euro, Almoiz Ali Al-Duhayl 3,5 million euro, Edmilson Junior Al-Duhayl 2,5 million euro, Meshail Barsham Al-Sad 850 ming euro, Jassim G'abbir Al-Arabi 700 ming euroga baholangan. O'zbekiston milliy terma jamoasida jarohat olgan Oson o'rinib o'rniga Bobur Abduxoliqov terma jamoaga jalb qilingan. Albatta bu futbolchini vaqtliroq terma jamoaga jalb etish kerak edi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham biz Abduxoliqovdan umid qilib qolamiz. Qatar darvozasiga o'z gollari bilan chiroyli o'yinini ko'rsatadi. Eron murabbiyi Amir G'alioni Eron bosh murabbiyligidan ketadi degan insiderlar tarqatyapti. Murabbiy terma jamoani jahon chempionatida boshqarish uchun mos mutaxassis sifatida ko'rilmayapti. Katta ehtimol bilan garchi Amir G'alioni Eron terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqqan bo'lsa ham, lekin mundialga boshqa murabbiy bilan Eron terma jamoasi yo'l oladi. O'zbekiston terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligi bilan durang o'ynagach FIFA reytingida 1.30 ball yo'qotdi. Natijada 57-pog'onani saqlab turibdi. Birlashgan Arab Amirligi esa 1.30 ball qo'shdi va 1 pog'ona ko'tarildi, 64-o'rin. Umid qilib qolamiz, albatta Qatar terma jamoasiga 3 ta gol urib va yana muhim bo'lgan ochkolarni qo'lga kiritib, O'zbekiston terma jamoasi yanada FIFA reytingidagi ochkosini ko'taradi. Nima uchun FIFA reytingidagi ochko deyishingiz mumkin? Chunki jahon chempionatida qur'a tashlash va umuman savatchilarga bo'lishda ochkolar va FIFA reytingiga jiddiy e'tibor qaratiladi. Qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston Qatar o'yini, demak, statistikaga qaratadigan bo'lsak, umuman bu terma jamoalar 16 marta o'yin o'tkazishgan. Shundan 3 ta durang, 9 ta g'alaba O'zbekiston terma jamoasida qayd etilgan. 27 ta golni O'zbekiston terma jamoasi kiritgan bo'lsa, Qatar terma jamoasi O'zbekiston darvozasiga 17 ta gol urishga erishgan. Demak, 10-iyun sanasida umid qilamiz, albatta O'zbekiston terma jamoasi yana chiroyli g'alaba bilan jahon chempionatini
o'zimizni uyimizda yanada ko'tarinki ruhda nishonlaymiz. Shoshilik va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Osiyo futboliga obuna bo'lishni unutmang. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.